Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan Amir Temurning razvedka xizmati qanday ishlagani haqida gaplashamiz. Amir Temur nafaqat buyuk sarkarda, balki sirli xabarlar va kuzatuv orqali davlat ishlarini yuritgan buyuk tahlilchi ham edi. Tarixiy manbalarda, xususan Sharafiddin Ali Yazdiyning Zafarnoma asarida aytilishicha, u mahalliy aholi orasidan mohir til biluvchilar, savdogarlar va hunarmandlar orqali xabarlar yetkazdirgan. Bu kishilar dushman qo'shinlarining soni, joylashuvi va ichki nizolarni kuzatib, sirli yozuvlar va maxfiy yo'llar orqali Amir Temurga yetkazib turgan. Til va muloqot bilimidan foydalangani uning razvedka ishlariga ham yuksak mahorat bilan yondashganidan dalolat beradi. Mana nima uchun Amir Temur urf-odati, millati, hatto havo iqlimi bir-biridan tubdan farq qilgan ulkan imperiyani qisqa fursatda barpo eta olgan. E'tiborlisi, bu tizim zamonaviy kuzatuv va ma'lumotlarni yig'ish ishlarining mantiqiy o'tmishiga ham o'xshab ketadi. Bugungi kunda signal monitoringi, dronlar va data tahlili orqali qo'shinlar harakati va resurslarni oldindan bilish mumkin. Shu tarzda ma'lumot ustunligi jang maydonida hal qiluvchi o'rin tutadi. Ammo Temurning sirli xabar tizimi faqat kuzatuv bilan cheklanmagan. Bizni kuzatishda davom eting. Navbatdagi xabarlarimizda sizga qaysi janglarda bu tizim g'alaba keltirgani haqida qiziqarli ma'lumotlarni berib o'tamiz.